Assalomu alaykum azizlar. Yana bir bor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun ham ajoyib xushxabar. Ya'ni qashqadaryolik Murodilla akamiz nevroz, panika, qo'rquv, vahimalardan mutlaqo 100% tuzalib ketgan Murodilla aka bilan bugun suhbatni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Murodilla aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Baxtiyor aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Sog'liq yaxshimi? Aynan hozirgi kecha kunduzda qo'rquvlar, fobiyalar, tanasidagi turli xil simptomlar, ya'ni yurak tez urib ketishi, tomoqda tiqilishlar, qizib ketish, sovib ketish, quloqda shum, bosh aylangan, umumiy olganda nevroz kasalligi bilan kurashib yurgan, tushkunlikka tushib qolgan insonlar uchun bir ozgina bo'lsa-da qalblariga bir mana shu kasallikdan 100% tuzalsa bo'lishligini bir isboti o'laroq suhbatimizni davom ettiramiz, xudo xohlasa. Murod aka, birinchi savol, nevrozdan 100% sog'ayib ketdingizmi? 100% sog'ayib ketdim. Allohga shukr qilaman, bezovtalik yo'q. Vahma, qo'rquv, hech narsa bezovta qilmaydi. Allohga shukr. Juda yaxshi. Xo'p, ana endi juda ko'pchilik mana shu nevroz holatida o'zini boshqalarning simptomlarini solishtirishni afzal ko'radi. Ya'ni solishtiradi. Juda ko'p bu narsani yengib chiqdingiz, Alloh fazli bilan. Sizda boshida qachon boshlangan va qanaqa simptomlar bo'lgan? O'sha haqida aytib bersangiz. Birinchi boshlanishi 2016-yil, 10 yil bo'ldi. 10 yil oldin bir qo'rqib ketish natijasida bir bolamizni tomog'iga non tiqilib qolganda, qo'rqqanda qaltirash paydo bo'ldi. U nonni chiqarib olgandan keyin qandaydir badanimda qaltirash paydo bo'ldi-da. Oradan bir yarim soat o'tgandan keyin ko'z oldimda tinib ketish bo'ldi. Keyin akamlar chaqirganmiz, doktorga olib borgan. Shu kasallik boshlanishi shundan boshlandi. Undan keyin ulashib ketdi. O'z-o'zidan yurak urib ketishi, ozib ketish, darajada 48 kilogacha tushib ketdim. Veslar tashab ketdim. Bir narsa tiqilish. Necha kilo ozib? Deydi bir 20 kilogacha ves taylab ketdim. 68 kilo, 67 kilo, 63 kilo vesda yurardim. Shundan 48 kilogacha tushib qolganman. Daji choy ichib qo'yishda kimdir orqamdan ko'tarib turib, og'zimga ovqat yedirib qo'ygan holatgacha tushganman-da. Shu holatgacha tushib qolganmiz. Mana shu o'z-o'zidan shunday sal harakat qilsam yoki bir vahmaliroq bir narsa bo'lsa, yurak urib ketardi, to'xtamasdi. 180-200 gacha chiqib ketib davlenalar, taxikardiya deb tez yordamga borib ukol urib, tushirib olib, keyin doktor aytardi, "Vahma qilma, o'zingni o'zing to'g'rila" degan fikrlar bergan. Lekin baribir bu takrorlanaverardi-da. Oradan yillar o'tdi, ko'p narsalar boshdan o'tdi. Keyin birov aytdi, "Eskishaga boring" dedi. Endi o'qiting dedi. Ularni ham qildik. Lekin baribir shu narsa takrorlanaverardi-da. Nimaiki qilsang takrorlanaveradi. Doktorga borsang ko'radi. Doktor bilan oldiga borardimda, vahma qilib o'ladigan holatda yugurib borib, biroz ekoz gap bilan daji ukol urmagan holatda ham yaxshi bo'lib qaytib kelganman-da. Yana ertasi kuni yana takrorlanavergan-da. Endi bu jarayon juda ko'p narsa boshdan o'tib ketdi. Operatsiya bo'ldim, ko'rchak bo'lib. Daji o'sha operatsiya stoliga yotayotganda doktorga aytganman-da, "Akajon, yuragim urib ketadi o'z-o'zidan" deb apparatlar taqib tashagan. Appendisit bo'lganman. 20 kundan keyin yana qayta appendisit qaytalab ketgan. U holatda bo'lganman. Koronavirus davrida edi. Ikkinchi marta qayta operatsiya bo'ldim. Yotoq bo'lib ketdi, orqalarim yara bo'lib, turolmay qoladigan holatgacha kelib qoldim. Shu narsalar boshdan o'taverdi-da, keyin birov ilgirga olib bor dedi, ilgirga bordi. Ertasi kuni yana shu ahvol, birov bir narsa qilgan deydi, bola deydi. Xullas kalam bu narsani foydasini bilmadim-da. Ya keyin mana nevroz degan kasallikda mana sizni Instagramda ko'rib qolib, shu videolaringizda haqiqatan shu nevroz degan kasallik borligini bilib, mana o'zingiz bilan video chatlarda gaplashdik, darslaringizga qatnashib, men xudoga shukr mana shu narsadan chiqib ketdim, tavsiya ham qilyapman shu narsani. Gruppada yozyapman. Endi insonlar foydam tegsin deyman-da.
boshimdan o'tgan tabib deydi-ku. Albatta, nima deydi, baribir bu shuncha narsalarni boshidan o'tkazish, mana bu qiyinchilik vaziyatdan ba'zi hollarda shunday bo'ladiki, insonlarda kerak bo'lsa kelajakka nisbatan ishonch qolmaydi. Shu darajada tushkunlikka tushib qoladi. Xo'p, necha marta doktorlarga borgansiz? Endi men hozir qisqa qilib gapirishga harakat qildim-da. Endi bu даже har 2 soatda ham qaytib borgan paytlarim bo'lganda, doktorlar shu fikrga kelib qolgan. Mana bir doktorga qaytib borganingizda shunday pichirlab, bu tentak bu degan gaplarmanda, o'zimdan o'zim xo'rlig'im kelgan. Bu tentak bu degan. Tentak bo'lib qolyapti. Boya yaxshi edi, yana qaytib kelyapti meni oldimga degan. Menda shu narsa takrorlanayotganini o'zim bilaman-ku. Yoyimdan turgan paytimda boshim aylanib ketib, yana doktorga yugurganman. Lekin doktor shu fikrda aytganda, bu tentak bo'lib qolgan bu deganini eshitib, bo'lgan fikrim yashamasligimga o'zim 100% ishonganman. Bo'ldi. Shu bugunda o'tkazsam, ertan o'lsam kerak. Bo'ldi, shu bugun holatim o'tsa, keyin даже arqon olib turib, shu o'zimni osishgacha sharoit taxlaganman. Derazadan kelib bolalarimni shunday tomosha qilib o'tirganman-da. 4ta 5ta farzand ertan hayoti qanday kechadi? Sharoitlarda bu vahimada shunday holatga endi bilyapman shu narsaligini, lekin bu paytda bilmaganman. Bir kasallikligini yoki ichimda bir joyim og'rirdi. Mana ichim qotib qolardi, ich kelmay qolardi. Keyin dori ichardim, ich ketib qolardi. Keyin davlini o'zidan o'zi masalan borib ukol urgandan keyin tushib ketardi pastga. Yurolmay qolardim. Keyin davlini ko'tarish uchun shirinliklar, bir narsalar iste'mol qilardim yoki bir novotlarni chini kasalarga bostirib, qaynoq suvga bostirib, ko'p ichib boshim aylanib qolib. Ko'p narsalar boshimdan o'tib ketdi-da. Bu kasallikning orqasidan-da. Shunday holatlardan o'tgan inson shifokorlarga murojaat qiladi. Albatta to'g'ri. Chunki kardiologga borganman. Nevroz tashxis qo'yish uchun birinchi instrumental tekshiruvlardan o'tish kerak. Ya'niki tanamizda hech qanaqa organik o'zgarish bo'lishi kerak emas. EKGimiz yaxshi chiqishi kerak, eho yaxshi chiqishi kerak, qalqonsimon bez yaxshi chiqishi kerak va instrumental laboratoriya tekshiruvlardan o'tgandan so'ng albatta bu o'sha nevroz tashxisini qo'ysa bo'ladi. Men hazillashib ko'pchilik bu hazil balkim chin nevroz kasalligi insonni qashshoq qiladi deyman. Qaysi ma'nodaki, bor topgan pulini qayta sarflayveradi, o'zini tekshiruvlarga sarflayveradi. Sizda qanaqa bo'lgan mana shu holat? Haqiqatan ishga borardim, ishga borardim, 3 kunda qaytib kelardim. 3-chi kun qaytib kelardim. Chunki shu ko'chada o'lib qolishdan qo'rqib uyga qaytib kelaverganman-da. Topgan pulimni mana hozir paket dori olib berardim. Paket. Nima dori bu doktorga borsam bir qog'oz narsa yozsa olardim. Boshqa doktorga borardim ertasi kuni, yozsa uni olardim. Paket dori ko'tarib berardim. Shu kecha kunduzgacha-da, mana yaqin bir 8 yilgacha shu holatda yurganman. Dorisiz yurmaganman. Hozirgacha mana valerianka bir narsalar cho'ntagimda olib yurib, yo biron joylarga qo'yib, pulimni xarajat qilganman. Eskichaga ham deb, o'qitishga ham deb, xo'roz olib ketgan xo'rozga, qo'y desa qo'yiga, keyin bo'lmagan doktorga borganman. 8 kun terapiyada yotganman. Toshkentda Tashmida bir rus ayol kishi bor edi. 8 kun yotganman. 8-kun aytgan, senda nevrologichka deb turib Qarshida Xurram Xudoyberdiyev degan bir doktorimiz bor edi. Hozir bormi yo'qmi? O'sha kishiga 9 kun yotganman nevrologiyada. Terapiyadan chiqib nevrologiyaga kelganman. Nevrolog doktorimiz ukol urgan paytda hushdan ketganman, qoshiq tiqib og'zimga qoshiq tiqib turib bir narsalar tiqib jag'imni ochayotganini bilaman-da. Keyin 9-kun kardiologga jo'natgan. Shu nevrolog doktor senda yuraging kasal, nevrologik kasalliging yo'q deb kardiologga jo'natgan. Kardiolog tekshirib ko'ryapti-da, yurak urishing 200 yil yashaysan deyapti. Men javob beraman deyapti, kardiolog aytayapti. Yuragingda hech qanday kasallik yo'q deyapti.
endi asablaring charchagandir, balkim dam olishing kerakdir deyapti-da endi kardiolog. Lekin yurakda kasallik yo'q deyapti. Javob beryapti uyga, lekin mana shu nevrologiyadan mana biladi shu insonlar ko'tarib olib chiqqan. Hakamlar oyog'imdan 2 kishi, qo'ltig'imdan 2 kishi ko'tarib yurmaganman, ko'tarib mashinaga ortganda. Kardiologga Demak, olib borgan. darajada bo'lgansizki, yurolmay qolgansiz, to'g'rimi? Yo'q, shu ukollar ta'sirida endi noto'g'ri ukol bo'lgandir, balkim yoki bir kerak emas bo'lgan ukollar bo'lgandir, balkim. Shu holatga kelib qolganmiz-da. Даже nevrolog ham foyda bermagan, kardiolog ham, terapevt ham foyda bermagan bu narsaga-da. Lekin asli kasal bo'lmaganman, lekin bo'lganda shu narsa paydo bo'lib ketavergan. Oshqozon og'rish, jigar og'rish, buyrak og'rish degan fikr bo'lavergan. O'zi Shu nevroz kasalligida mana bu boshda hamda tanada ko'chib yuruvchi og'riqlar bo'ladi, yolg'on og'riqlar bo'ladi. Buni qayerdan bilsak bo'ladi? O'zimizni chalg'itsak, biror bilan chalg'itsak, u og'riqlar yo'qolib ketadi. Yoki bo'lmasa og'riyotganini eshitsak, o'sha joyimizda og'riq paydo bo'lib qoladi. Mana shular yolg'on og'riqlar nevrozda og'riqlar hisoblanadi. Umumiy olganda necha pul sarfladingiz shu davolanish uchun? uni hisoblab bo'lmaydi aka. Topgan pulimni tiqqanman bor-ku. Rostida uni ayta olmayman, masalan, shuncha pul deb, balkim 100 million, 200 milliondir, 300 milliondir. U kunlik olgan dorim yo qilgan xarajatim juda ko'p narsa bor-ku. 10 yilga ko'paytirsangiz, даже men bundan-da hozirgi yashayotganimdan-da ziyod yashashim mumkin edi agar shu kasallik bo'lmaganda deb o'ylayman, lekin balkim bu bir sinovdir, balkim. Albatta. Umumiy hisobda demak necha yil davom etdi kasalligingiz? Ro'pparasa mana 10 yil davom etdi. Mana shu kecha kunduz siz bilan gaplashdim. Burun tortish bor edi, bilsangiz. Deb to'xtovsiz holatda tortardim. Burunda operatsiya qildirganman, Qarshida, mana o'zimiz Qarshida operatsiya qildirganman. Doktorga ming rahmat, u kishini ham foydasi tekkan juda katta. Burnim gaymarit bo'lgan, bulomba o'tib ketgan. Tishga bulomba qo'yganda gaymor sohasiga bulomba o'tib ketgan ekan. Uni ham operatsiya qildirib oldirdim. Shundan qolgan asorat deb o'yladim, lekin burun to'xtamasdi. Deb tortardim. Siz bilan gaplashgandan keyin to'xtab ketdi. Batamom to'xtadi, men tortmay qo'ydim. O'sha bitta suhbatimizdan mana shu muammo yo'qoldi. Bitta suhbatda siz qandaydir shu nimadir berdingizki, miya shuni qabul qildi-da. Mana bitta gapda shunday to'xtadi. Xudoga ming qatla shukr, bezovta bo'lganim yo'q. Uydagilar mana eng yomoni Baxtiyor aka, mashinada yuraman yoki uyda birov mehmonga borasiz-ku. Kimnidir ko'ngliga qarab burun tortmay desang ham tortaverasan-da, oxiri boyagi insonlar sizga qarab turib, tinchim qochyapti degan paytlar ham bo'lganda, даже siz mana o'tirmaslik harakat qilardi-da. Endi to'xtovsiz deb olsangiz kimnidir nafasi qaytishi mumkin, tinchi qochishi mumkin-da. Qo'shila olmay qolardim-da, bir joyga kirishga xijolat bo'lardim. Shu holatdan keyin ana endi shuncha muammolar bilan qiynalib yurdingiz. Endi o'sha tuzalish jarayoni haqida gaplashsak. Sizga o'sha darslarimiz qanchalik foyda berdi va necha oyda butkul chiqib ketdingiz? Mana fevral oyi gaplashgan bo'lsam, menejeringiz bilan fevral oyida gaplashdim. Mana fevral bo'lsa, mart, aprel, may bo'ladimi, 4 oy bo'ladimi? 3 oy, 4 oy ichida mana videolaringizni uzluksiz bezovta bo'lardim, video chatingizga kirardim, nimaga kirib ko'raverardim. Mana kimgadir maslahat beryapsiz, nimadir qilish, nimadir nafas olish, qanday olish kerak, yurak urgandan, yurak urishlari ham hamma narsa shu sekin-sekin bari batamom yo'q bo'lib ketdi shu narsa. Mana 3 oy, 4 oy ichida shu narsadan xalos bo'ldim butunlay. Gruppadagi nimalarga tavsiya qilardim-da. Mana menda shu narsa kechdi, tuzaldim. O'zi biladi, mana meni ko'rganlar, gaplashganlar bor. Vodiylik bolalar bor. Telefonda daji gaplashganmiz. Maslahat berganman. Oilani buzilib ketishigacha daji olib kelishi mumkin. Misol janjal kelib chiqishi mumkin. Siz ko'tara olmasangiz mumkin. Endi boshimdan o'tgan narsani maslahat berdim qo'limdan kelgancha.
Endi men psixolog emasman, lekin sizdan mana videolaringizni ko'rib bir foyda oldimda. Shu narsalarni tavsiya qilyapman. Endi meni holatimda-ku ular. Boshimdan Albatta. o'tgan narsalarda turibdi-da ular. Boshqa joyga mana hozir 1 million, 1,5 millionga dori sotib olib yo doktorga borgandan sizga uchrasin. Misol siz bilan bir qarindoshchiligimiz yo'q, boshqamiz yo'q. Men sizni tavsiya qilganim foyda topganim uchun aytyapman. Mana burnim tortmayapman-ku. Mana oilam o'zi biladi yo meni taniganlar biladi shu holatimda-da. Ish jarayonida. Даже отдельно xonada yotganman-da. Shularga Atrofingizdagilar hayron qolishdimi? Qanday bu 3-4 oyda yaxshi bo'lib ketdi deb turib, qanaqa munosabat Shunday. bildirishdi? Atrofda o'zim aytmadim. Masalan, oilamga kelib, misol ayolimga aytyapman, nimani sezyapsan? Birinchi e'tibor bermadi-da, burnim tortmayapman, sezmayapsan dedim. Haqiqatan ham keyin e'tibor qilmayapman dedi. Odatiy holatday bo'lib ketib qolgandi-da. Oilam birinchi o'rinda minnatdor bo'ldi borki, shu narsadan qutulganiga. Chunki bir yostiqda siz bilan yotadigan odamning oldida tinimsiz burun tortib turish menimcha hech kimga yoqmasa kerak deb o'ylayman. Shunday. Shunday kasalliklar Fobiyalarning yo'qolganini ko'rib, atrofdagi do'stlaringiz, holingizdan xabardor bo'lganlar qanaqa munosabat bildirdi? Meni bilganlar aytdi. Mana hozir ko'ryapsiz 84 kilo, 85 kilo vesga chiqib ketdim. Birinchi o'rinda ves oldim. O'z-o'zidan semirish bo'lib ketdi. Misol 60 kilo, 65 kilo odam 20 kilo, 21 kilo, 89 kilogacha даже yugurishga tushdim ozish uchun. Qorin chiqib, bezovtalik bo'lardi, ertalab turib yugurardim, happa ko'chardim, jismoniy mashqqa o'tdim. Endi bitta narsa yaxshi odatlardan 2010-yilda tashlab ketganman, ichmay qo'yganman. Ichkilik yo'q, batamom. Nos, sigaret chekmayman, shu narsalar yo'q. O'zi yonimdagilar biladi, ichmayman, chekmayman, lekin shu kasallik 2021-yilmidi, 21-yilda baribir o'lib ketaman-ku deb turib, bir 2 piyola vino ichib ko'rganman. Kimdir ichayotgan yonida tuzalib ketamanmi, balkim ichim yaxshi bo'lar, oshqozonlarim og'rig'i deb ichmay yurgan odam ichib ham ko'rganman. Ko'p emas, bir 2 piyola ichib ko'rganman, foydasi tegmagan. Bataman shundan yana ichmay ketganman. Zo'r. Shunday narsalar boshdan o'tgan aka. Yashang. Hozir Men juda ko'pchilikka aytaman-da. Juda ko'pchilikka aytaman, hali xudo xolasa yaxshi bo'lib ketgandan keyin o'zingizni hozirgi holatingizdan kulasiz ustidan. Ya'ni, shu narsalardan ham qo'rqib yurgan ekanman deysiz, deyman. rost. Qo'shilasizmi shu fikrimga? Aytyapti, shu narsalar boshi hamma mana shu holatda mana televizorda aytadi, mana televizorda aytyapti, bugun quyoshda portlash bo'ladi, magnit maydoni bo'ladi yoki telegramlarda keladi, Instagramda kelishi mumkin. Quyoshga chiqmang deydi, bo'ldi borki, siz o'zi shuni qabul qildingizda, o'zidan o'zi yurak uraveradi. Ha, quyoshda portlash. Mana hozir quyoshda portlash bo'ladimi? Yonib ketadimi? Ta'sir qilmaydi. Chunki chatda ko'ryapman-da. Quloqim qizib ketyapti. O'zidan o'zi quloqlarim qip-qizil bo'lib qizarib ketardi-da. U davlina ko'targan bo'lardi yoki qizib ketgan bo'lardi. Yo'q shu narsalar. Batamom yo'q. Meni masalan o'zim boshimdan o'tganini bilaman. Endi juda ko'pchilik beradigan savolni beraman sizga, ya'ni menga beradi. Juda ko'pchilik, so'z bilan davolasa bo'ladimi? Qanaqa davolanadi? Qanday qilib so'z bilan davolasa bo'ladi deb hayrat bilan so'raydi-da. O'sha savolni sizga beraman. So'z davolasa bo'ladimikan? 100% bo'lar ekan. Men boshida bittada aytdim, hamma doktorga uchrashibman, lekin hech kim psixologga bor, yo psixolog bilan gaplash demagan ekan. Hech kim, mana neurologga, kardiologga, terapevtga, больницада yotganman, boshqa bo'lgan, sen bir psixologga uchrashib ko'rgan, lekin kasallik boshlanishidan oldin bir narsani bilaman. O'zimda akamlar bilan birga ishlab yurgan davrimizda akam aytardi-da, jahling chiqqan paytda ko'zing osti ko'karib ketyapti, sen qandaydir asablanib charchagan deydi. Bu narsa paydo bo'lishidan oldin qaltirab qolaydimda, ko'zing osti ko'gardi deydi-da, bir kasallik bor-ku deydi. Buni bir kim bilandir janjallashib qolsam yo surishib qolsam, shu narsa paydo bo'lgan, o'zimga bilinmagan.
Lekin akam shu kasallik bo'lishidan oldin aytardida, sal o'zingdan o'qib ol, e'tibor qil o'zingga, ko'zing osti ko'karib ketyapti derdida. Men e'tibor qilmaganman. O'zimcha jahl ustida u payt kuch bo'lgan. Trenirovka qilib yurardim, tosh ko'tarardim, yugurardim. Endi kuch bo'lgan, yosh bo'lganmiz-da, bildirmagan deb o'ylayman. Keyinchalik shu bir qo'rquv natijasida paydo bo'lib ketdi-da. Kasalliklarimiz. Tushunarli. Demak, xulosa so'z bilan davolasa bo'lar ekan. 100%. Boshqa narsaga chalg'ib yurishdan tavsiya beraman. U agar tuzalsam, men 10 yil yurmasdim-da, shu doktorga, neurologga yo anavga borganimda yo operatsiya bo'lganimda, ham tuzalib ketmadim-ku. Bo'lmadi-ku misol deyman-da, mana eski kishiga qildim, o'qitdim, tuzalmadim-ku. Mana hozir siz bilan bo'lgan muloqotda nimadirga tegdingiz-da, lekin bilmayman. Shu suhbatimiz jarayonida ishonchimga kirdingiz bittada. Senda bu kasallik yo'q o'zi, bo'lmagan narsa degan narsa miyamda nimadir bir narsa tirsida uyg'ondi-da. Yo'qligiga ishonch degan narsa paydo bo'ldi. Men ochig'i Baxtiyor aka 100% minnatdorman. Mana shu doktorga borganim yo'q, 4 oy 5 oy yo eskicha deb yugurganim yo'q. Xudoga ming qadar shukr, shu pulimni oilamga olib turib, go'sht olib beryapman, yediryapman, ro'zg'orimga xarajatimni qilyapman, ustimga kiyim kiyyapman. Ha. Bola chaqangizni rizqi. Bola chaqamga yediryapman-da shu narsani. Siz bilan necha marta gaplashganmiz jonli? Jonli tak 3 martalar gaplashdikmi deyman-da. 3 marta gaplashdik menimcha. 3 marta gaplashdik jonli. 3 marta gaplashdik. Shunday. Aha. Menejer boshida menejer bilan bir gaplashdik, tavsiya qilgan paytda bir gaplashdim. Oradan bir 3-4 kundan keyin gaplashdim. O'zi 3 marta gaplashdim. Mana ancha bo'lib ketdi-da, mana gaplashmaganimizga. Hozir chatdaman, qo'shilib tavsiya berib turaman. Endi kimdir oladi, kimdir olmaydi. Kimlardir bir-biriga yozishyapti, menda bu narsa bo'lyapti, bu narsa bo'lyapti. Men aytayapman, psixolog bilan gaplashinglar. Endi boshimdan o'tgani uchun aytayapman-da, shu narsalarni. Inson o'ziga ravo ko'rganda boshqalarga ham ravo ko'rish kerak. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Mana Alloh ko'rib turibdi-da. O'sha 3 marta jonli gaplashganmiz. Qolgan vaqtlari o'sha darslarimizni ko'rgansiz. O'sha video darslaringizni. Video chatlaringizni o'sha suhbatlaringizni hozirgacha ham ko'rib turaman. Misol kimdir chiqadi-da, misol Buxorolik aka bor, Xorazmlik aka bor. Shularning videolarini nimasini ko'raman, mana mendan o'tgan narsalar xuddi shu narsa aytib beradi. Shunday bo'lgan, bunday bo'lgan, tomog'im tiqilyapti, nafasim qisyapti, yuraveryapti. Ko'rsam ham qandaydir yana siz bilan gaplashganday holat kechadi-da. Misol shu narsalar mana yo'q-ku degan narsa paydo bo'ladi. Xo'p, bizni mana shu joygacha sabr bilan eshitib turganlarga, hozir aynan o'sha virus, panik ataka, mana shunaqangi fobiyalar bilan qiynalayotganlarga, yuragi tez urib, tomog'ida tiqilish bo'layotganlarga, qizib ketish, sovib ketish, bosh aylanganday bo'lib qiynalib yurgan insonlarga nima tavsiyangiz bor? Tavsiyam bitta narsa, mana o'zingiz tuzalmas ekansizda. Bitta narsada o'zi ko'plar o'ylashi mumkin, men bo'ldi, o'zim tuzalib ketdim deyishi mumkin-da, men tuzalmadim-ku. 10 yil jarayonda tuzalmadim. Mana suhbatlashish kerak. Mana psixolog, mana siz bilan mana o'tirib, misol psixolog bilan gaplashsangiz, mana dardimizni olyapsiz-ku. Ichim qotyapti, palon bo'lyapti, daji ichimdan qon kelgan paytlar bo'lgan shu darajada. Yotib turib kechasi turgan paytimda burunlarimdan qon atilib ketgan. Vahma shu darajada boshdan kechgan narsalarda. Mana hozir siz bilan gaplashdikmi? Nimagadir tegdingizda, mana psixologический deydi, miyadagi nimadir bir narsaga siz shu narsani uyg'otdingizki, men ishondim shu narsa yo'qligiga. Yo'q kasallik. Allohdan, lekin minnatdorman. Men mana endi rosti bozorga kirsam, to'da joyga kirsam, o'zim-o'zi qaltirab qochib chiqardim shu joydan. To'yga borsangiz, muzika qo'yadi-ku. Gum etgan payt bo'ldi.
qo'llarim uyushib, boshim tirishib, hozir kimdir ko'tarib chiqar meni degan holatga kelardim. Hozir yo'q narsa bor-ku, u narsa. Allohga ming qatla shukr. Suhbatlashsin deyman-da. Suhbatlashsin. Mana 20 minut vaqt ajratsin, 15 minut vaqt ajratsin. Bir 3-4 marta gaplashib ko'rsin, keyin aytadi. Haqiqatan men biroz minnatdorman desa, shuni o'zi menga yetadi-da, boshqa narsa kerak emas. Shu inson aytuvdi, sababchi bo'lsak deyman-da, ozgina bo'lsa ham. Albatta. Boshqa joyga sarflamasin pulini. Shunga qorniga bir narsa olsin-da, ozroq yesosin, semirsin, o'lsin. Oilasiga bersin, bolalariga. Xo'p, sizga qaysi mashqlar eng zo'r yordam berdi? Hammaga har xil mashqlar ta'siri kuchli bo'ladi. Sizga aynan qaysi mashqlar zo'r yordam bergan? Men nafas olish mashqini bajardim ko'proq. Qo'limdagi rezinkadan ko'p foyda ko'rdim. Ochig'i. Shuni taqardimda, misol bir narsaga chalqib yo nafasim qisish yo bir narsa bo'lib tiqilish yoki ana u bo'lsa, rezinka bitta shars ursam og'riq beribmi yo chalg'ishmi, o'shani ko'proq qilib yurdim. O'ynab ham qilib yurdim. Rezinkani taqib bitta qo'yadim, chars etib, chim etib bir narsa o'tadi. Chalg'ishga harakat qildim. Nafas mashqi shularni ko'proq bajardim. Endi qo'ldan o'zimda bu bajargan narsalarim shu narsalarga e'tibor berdim. Endi qolganlarga ham tavsiya qilaman, masalan, maslahatlashib, endi hozir kimdadir boshlang'ich-ku, yurak urishi, kimdadir bosh aylanishi yo boshqa narsa. Endi men hozir unga bir narsa deb tavsiya bera olmayman-da. Gaplashsa siz bilan o'ziga kerakli narsani oladi-da, shuni bajarib ketaverish kerak deyman-da. Men o'zim maslahat berib beryapman bir paytda. Tuzalganim uchun-da. Psixolog emasman, lekin maslahat beryapman. Bunday qilmang, bunday qiling. Telefon qilyapti, mana chatdagi bolalar telefon qilyapti. Aka, rostdan ham tuzaldingizmi? Sizga shu narsa keshdimi? Shu rostmi ekan? deb chiqyapti. Telefon qilyapti menga. Nomeringizni yozing deydi. Nomerlarimni yozib berdim. Gaplashyapmiz mana shu insonlar bilan. Mana ko'rsa o'zlari ham biladi, taniydi. Siz ham biz bilan gaplashmasingizdan avval shubha bo'lganmi? Chunki juda ko'pchilik bitta doktorga boradi, tabibga boradi, hamma joyga borgandan keyin shifo topolmagandan keyin insonda ishonchsizlik kuchayib ketadi. Hech narsaga ishonmaydi. Menejer bilan gaplashganda aytganman. Birinchi aytgan gapim men puldan muammo yo'q. Nech pul bo'lsa xarajat qilaveraman, lekin tuzalishimga javob berasizlarmi deganman menejeringizga. Keyin siz Qozog'istonda nimada ekansiz? Komandirovkaga ketgan dedi. Ha. Siz bir gaplashib ko'ring dedi. Bir gaplashib ko'ring dedi. Mana keyin natijasini ko'rib turibsiz mana. Allohga shukr. Gaplashdik. Tuzaldim-da, 100% shu narsadan chiqib ketdim. Mana shu insonlarda kechayotgan kasalliklardan baridan o'tib bo'lganman. Hammasidan. Tavsiya qilaman borki, tezroq muloqot qilib, tezroq suhbatlashib, tezroq shu narsadan chiqib ketishga yillab emas. Mana 3 oy 4 oyda yillab yurgan narsamdan chiqdim-ku. 3 oy 4 oy ichida. Ular 1 oyda chiqsin, 1,5 oyda chiqsin. Qani bir kunda tuzalib ketsa-da, bo'lmasa bu kasallik. Shunday. Albatta bu kasallik o'zi insonni sog'lig'idan ko'ra hayot tarziga yomon ta'sir qiladi. Ya'ni insonni sog'lig'iga jiddiy ta'sir qilmasa-da, jamiyatni uzib qo'yadi. Ya'ni do'st birodarlari, qarindoshlari to'y ma'rakalarga chiqa olmaydi, ta'ziyalarga umuman chiqa olmay qoladi inson. To'ppa-to'g'ri. 100%. Insonning hayot tarziga sizda ham xuddi shunaqa holatlar kechgan, to'g'rimi? Hammasi kechgan. Shu aytganlaringiz bari kechgan. Ta'ziyaga bormaslik, misol to'yga bormaslik, uyda yotish, yolg'izlik. Yolg'iz qolsang ham yana qo'rqib to'daga bunday kimdirdir seni uzoqroqdan bo'lsa ham ko'rib tursin, yiqilsang qutqarib qoladigan sharoitda shunday joy qidirib yurganmiz. Ayniqsa hozirdan uzoqqa chiqqan paytingizda ana bansalar yaqinmikan, skori yaqinmikan, to'ppa-to'g'ri yuradimikan degan fikr miyada aylanaveradi. To'ppa-to'g'ri. Hozir u narsalar yo'q. Hozir adrenalin olaman, naborat kuchli bo'layapman o'zimdan, yana ham o'zimdan nimadir yaratishga, misol
nimalardandir zavqlanishga harakat qilyapman. Misol tabiatdan, misol toza havodan, o'zimga yana nimalardadir qabul qilyapman-da. Endi chunki u narsalar yo'q-ku. Dam olishga harakat qilyapman. Albatta, Tavsiya qilaman shu narsalardan maslahatlashib chiqib ketishga. demak, Men hozir sog'lom hayotni hamma bu kasallik mana insonlarni hayotida o'sishiga, rivojlanishiga nimadir bo'ladi. Bu kasallikni yomonligi nimadir bo'ldimi? Ya'niki avvalgi hozir kuchliroqmisiz? 100%. Hozir birinchi o'rinda o'zimga bo'lgan ishonchim. Misol hozir bir joyga, misol Sirdaryoga yo Toshkentga chiqish kerak bo'lsa, oldin o'ylanardim-da, yo'lda bir narsa bo'lib qolsa-chi, falon bo'lsa-chi. Hozir u narsalar yo'q. Mana bir narsa bo'lib qoladi degan narsa menimdan chiqib ketdi. Nobarot harakat qilyapman. Endi mana o'tkazib qo'ygan hayotimni yana ham tezroq yashashga, tezroq bir normal hayot kechirishga-da. Misol ishga borib ishlolmay qaytib kelgan paytlarim bo'lgan, nimalarnidir yutqazdim, 40 ga kirib qo'ydim-da. 10 yil vaqtimni qo'rquv bilan o'tkazdim-da. Vahma, o'lib qolish, bir narsalar degan narsalar bilan 10 yil umrim o'tib ketdi-da. Shuning uchun aytayapman bu kishilarga tezroq shu narsadan chiqib ketishga, hayotda lazzatlanishga. Misol endi inson bilmaymiz-ku, misol necha kun yashaymiz? 1 soat, 1 yil, 40 yil, 100 yil. Lazzatlanib yashashga, tezroq bir nafas buni tabiatdan foydalanib qolishga. Bu fikrimda endi o'zimda shu narsalarga endi e'tibor beryapman. Oldin bu narsaga e'tibor bermaganman. Oldin faqat fikrim shu 1 soat yasharmikanman degan narsa bo'lgan. Hozir unday narsa yo'q. Mazza qilib yashayapman, dam olib. Nimadandir lazzat olyapman. Bu kasallikni qachon inson chiqib ketadi desa, Allohning qazoyi qadariga rozi bo'lgan inson shunday. To'ppa-to'g'ri. Men rozi bo'lganman. Shu bugun hozir jonimda olsa ham mayli degan sharoitdan chiqib ketdik-da. Endi hech kim o'ylagisi kelmaydi bu hayotda. Yashashimiz kerak, bolalar bor, farzandlar bor, ro'zg'or qilish kerak. Endi intilyapmiz. Harakat qilyapman. Qayerda bo'lsa ishga intilib, chiroyli hayot kechirishga. Men tavsiya qilaman shu narsadan. Misol domlaga bordi, endi bordi, o'qitdi, ertasigini shu narsa foydasi tegdimi, tegmadimi o'zi bilyapti-ku, yana boryapti-ku. Foydasi tegmayotganligini bilib turib yana qayta boraverish bu iqtisodiyotni o'tirg'izishga olib keladi-da. O'zim shu darajada o'tganda, misol bugun borganman, ertasiga yana borganman. Bir hafta keling degan, bir hafta qatnaganmiz misolda. Bu har bir borishingizda ham borib ko'rdim, nevrologga bordim. Mana yarim iyagimga bir narsa, boshlariga apparatlar taqib tashadi. Bir narsalar qildi, kasallik yo'q-da. Hech qanday kasallik yo'q. Tutqanoq yo bir narsa yo'q, lekin mana gaplashib bir og'iz gap bilan tuzaldim-da. Minnatdorman men. Tezroq mana nevroz degan kasallik borligini Instagramdan ko'rib bildim-da. Hech kim aytmagan bor-ku, bu narsani nevroz, senda shunday kasallik kechyapti. Bu bo'lgan narsa demagan. Shuning uchun tavsiya qilaman, tezroq sizdan nevroz kasalligidan borligiga ishonib, shu narsani chiqib ketishni tavsiya qilaman-da, vaqtliroq. Rahmat, samimiy suhbatingiz uchun. Ajoyib Sizga ham suhbat bo'ldi. Haqiqatdan mana shu kasallikni boshingizdan o'tkazib, qisqa muddat, ya'ni juda ko'pchilik so'raydi. Masalan, biz bilan gaplashayotgan insonlar ishonchsizligi kuchli bo'ladi va juda ko'pchiligi so'raydiki, kasallikdan men qanchada chiqib ketaman deydi. Ya'ni 10 kunda chiqib ketamanmi, 1 oyda chiqib ketamanmi, 5 kunda, 1 haftada chiqib ketamanmi deydi. Bu kasallikni aniq bo'lmaydi. Ya'ni bu insonni o'zini ichki irodasi, Alloh o'sha peshonasiga yozgan kuni o'zini xatti-harakatlariga, o'sha mana bu joyidan rozi bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Masalan, kimdir 1 yilda
kimdir 8 oyda, kimdir 4 oyda, kimdir hattoki 10 kunda chiqib ketgan odamlar ham bo'lgan. Mana sizni 10 yil qiynalib yurgan kasallikdan 4 oyda 3 oyda chiqib chiqib ketdi. ketish, 3 4 oy, oy. 3 oy, 4 oyda chiqib ketish bu albatta zo'r natija. Albatta bu To'ppa-to'g'ri. o'sha nima deydi? Kuchli ishonch, o'sha aytilgan mashqlarga amal qilish, yurak yutib qani bir gaplashib ko'raychi deganingizda o'sha bosgan qadamingizni o'zi bir tuzalishingizga yo'l bo'lgan avvalo. Hop, yana qanaqa tavsiyangiz bor? Agar yana qanaqadir tavsiyangiz Tavsiyam bo'lsa, bu eshitib turganlarga Xudo xolasa tavsiyam mana bitta bitta narsani aytaman. Mana 3 oy oldin mana siz bilan muloqot qilishdan oldin ishonmaganligim, mana sizga ishonmay turib tuzaldim. Bilasizmi? Sizga birinchi muloqot qilganimda ishonmaganman. Baribir bu ham foydasi tegmasa kerak, shunday bir gaplashib ko'rayinchi degan tarzda kirib mana tuzaldim-ku. Ular ham shu holatda, mana ishonichi yo'q. Bu bilan gaplashsam, doktor bilan gaplashsam tuzalarmikanman, foydasi tegarmikanman deganlar uchun mana tuzalganligimga ishonch hosil qilish uchun muloqot qilishi mumkin. Yoki mana video chatni bemalol mana ko'rsa bo'ladi-ku. Mana boshdan o'tganlar aytib beryapman. Shu narsalar ulardan ham boshdan o'tyapti. Tavsiya qilaman, ishonmay turib mana kirib turib tuzaldimmi, ularni ham ishonishga tezroq ishonch qilib siz bilan muloqot qilib turib tezroq tuzalib ketsin deyman. Agar foydam tegsa, misol bitta emas, yuzlab odamga, minglab odamga foydam tegsa, ozgina bo'lsa ham savobi tegsa, oilamga, farzandlarimga minnatdorman. Birinchi o'rinda sizga katta rahmat. Borligingiz uchun, shu kasbni tanlaganingiz uchun, shu kasbga sizni bir vaqtlar ota-onangiz boshimizdan o'tdi-ku shu narsalar. Kimgadir foydamiz tegsa minnatdormiz, juda ham. Avvalambor sizga ham minnatdor. Mana bor narsada deb shunday qiynalib, qo'llarim tirishib yotgan joyimda misol shu narsadan chiqib ketdim-da. Men juda minnatdorman-da, chunki bu narsani Toshkentda ana sharoitga olib kelgani uchun sizni o'qigansizda qayerdadir. Minnatdorman borku, shu kasallikni foydangiz mana qancha odamgadir foydangiz tegyapti. 3-4 oydan beri bir narsaga pulimni tiqmayapman, oilamga tiqayapman. Kiyim olayotgandirman, ro'zg'orimga ishlatayotgandirman, minnatdorman men sizdan. Avvalambor Allohimga mingdan ming shukrona keltiraman. Shu nimanidir sabab qiladi-da, shu sabab chiqib sizni shuni ko'rsatgani uchun minnatdorman. Rahmat kattakon sizga. Azizlar, qadrdonlar. Azizlar, agar videoni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, qalbingizda tuzalishga ozginada bo'lsa bir umid uyg'ota olgan bo'lsak, demak biz maqsadimizga erishimiz. Biz tomonidan berilgan tavsiyalar qo'shimcha ravishda mana YouTube kanalimizga joylab boryapmiz. Ya'ni mana shu kasallikni o'zidan boshidan o'tkazib, o'sha dori-darmonlarsiz o'taylik. Hech qanaqa dori-darmonlarsiz quvvatli irodasi bilan harakat qilib, mana shu nevroz kasalligidan, qo'rquv fobiyalardan butkul 100% bilan mana shunday bir suhbatlarda joylab boryapmiz. Albatta bu suhbatlarda hammasi yuqorida akamiz aytib o'tgandek, sizlarga foyda bo'lsa, manfaatli bo'lsa, 5 yildan keyin insonlar balki bir 20-50 yildan keyin balki ko'rar bu videoni kimlardir nasib qilgan bo'lsa, o'shanda bo'ldi, demak men bugundan boshlab tuzalaman. Allohning qazoyi qadariga roziman. Endi bugundan boshlab o'sha sarflayotgan pulimni bolalarimga bir nima olib kelib yediraman, kiydiraman, ishtiraman degan bir fikrni, shijoatni uyg'ota olgan bo'lsak, demak biz albatta maqsadimizga yetdik. Azizlar, qadrdonlar, bu 100% tuzaladigan kasallik. O'zimizni ustimizda ishlashimiz. Agar bir mulohaza qilib ko'radigan bo'lsak, bizga o'zimizni hozirgi holatga ko'ra kuchliroq uchun balkim berilgandir. Shuning uchun agar sizda ham qaror qabul qilgan bo'lsangiz, ya'niki men tuzalaman deb, marhamat, konsultatsiyalarga yozilishingiz mumkin. Darslarimizga yozilishingiz mumkin. Bizga aloqaga chiqish uchun
telefon nomerlar qo'yib qo'yamiz. Marhamat, bemalol telefon qilib maslahat so'rashingiz mumkin, konsultatsiyalarimizga yozilishingiz mumkin. Mana shu joygacha sabr bilan ko'rganingiz uchun hammaga rahmat. Sihat salomat bo'ling, ketkizgan vaqtingizga avvalo rozi bo'ling. Qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyalarda yozib qo'ying. Avvalo sizga ham rahmat kattakon. Shuncha odamni nima deydi? Xudo xolasa tuzalishiga albatta sababchi bo'lasiz, hissangiz qo'shildi inshaalloh. Rahmat akajon, minnatdorman. Salomat bo'ling. Qashqadaryoga keling. Qashqadaryoga yo'lingiz tushsa keling, bir mehmon qilaman akajon. Xudo xolasa. Inshaalloh. Xo'p, barchaga rahmat. Hammaga sihat salomatlik, oilaviy xotirjamlik to'kin dasturxon, mustahkam iymon tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar kimgadir konsultatsiyalarimiz kerak bo'lsa, darslarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlik uchun pastda telefon nomer qoldiramiz. Bemalol biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Esingizdan chiqmasin. Bizga yordam beradigan odam bitta, u ham bo'lsa o'zimizmiz. Qachon biz o'zimizni hayotimizni mas'uliyatini bo'ynimizga olar ekanmiz, o'shandagina biz rivojlanish, sog'ayish bosqichiga o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yana ko'rishguncha.